Assalomu alaykum. Endi dispetcher, ya'ni buyurtmalarni berish oynasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana bizga telefon raqam teriladi. Agar biz o'sha SIP raqam orqali bog'lasak, telefon raqami o'zi metda qo'ng'iroqlar ko'rinadi. O'sha qo'ng'iroqni qabul qilgandan keyin avtomatik metda nomeri yozilib qolinadi. Xo'p, mana o'zi avtomatik oldin tanlaganim uchun menga chiqarib beryapti. Manzil tanlanadi, Beeline, tarif tanlanadi, eng tez degani o'sha tariflar ichida hammasini, misol uchun hammasiga boraveradi. Standartga, biznesga, komfortga boradi va qaysi biri olsa o'shaning tarifiga o'zgarib qoladi. Sababi eng tez degani tarifini qizig'i yo'q, tezroq kelsin degan ma'noda aytadi. Agar biz aynan bitta tarif bo'yicha o'ylagan bo'lsak, standart tanlanadi. Agar xizmat bo'lsa, xizmat yoqiladi. Misol uchun standart tarif hozir minimalkasi 3000 bo'ladigan bo'lsa, endi bu bilan 7000 bo'ladi. Chunki ikkita xizmatni yoqib qo'ydik. Va mana bizda xaritada qayerga chaqirayotgani ko'rinyapti. Qo'shish tugmasini bosganimizda dasturda avtomatik mana bu yerda ko'rinadi, zakaz tushadi mana. Farg'ona Beeline ikkita xizmati bor, mana men ustiga boshqa xizmatlar soni, tarif, kim tomonidan berildi. Agar shopir olgandan keyin menga haydovchining ma'lumotlari chiqib qoladi. Mana bu yerda esa xizmatlar ko'rinib turibdi. Biz buni misol uchun xizmatni o'zgartirishimiz mumkin. Yana bitta xizmat qo'shib qo'yadigan bo'lsak, endi u 3 ta xizmat bo'lib qoladi. Mana dasturda avtomatik 3 ta xizmat bo'ldi. Yoki bu zakazni bekor qilib yuborishimiz mumkin. Haqiqatan ishonchingiz komilmi deydi. Ishonchim komil bo'lsa, zakaz bekor bo'lib ketadi. Keyin haydovchilarga xabar yozishimiz mumkin. Yuborsak, o'zi avtomatik o'sha dasturda turgan naqalarga notification boradi zakazni oldiga. Shu holatda davom etadi. Bu zakazlarimizni shunday qo'shamiz. Agar mobil dasturdan beriladigan bo'lsa, avtomatik o'sha ko'rinishga o'tib ketadi. Misol uchun shu bitta dasturimizni ko'radigan bo'lsak, mana vizib kelganda mana bu holatda turibdi. Mana qo'ng'iroq olsa, endi metda operatorlarda tartib raqami bor-da, uni keyinchalik o'sha dastur o'rnatib berganda tushuntiriladi. O'sha raqamga tushganda menga avtomatik yozib qolinadi va mana yangi zakaz tushdi. Ko'radigan bo'lsak, mana yangi zakaz tushdi. Yo'lovchiga ketmoqda. Yo'lovchini kutmoqda, yo'lovchini olib ketmoqda. Mana shu holatda ketadi jarayon. U zakaz yakunlangandan keyin dasturda avtomatik yo'q bo'lib qoladi o'sha zakazimiz. Mana ko'radigan bo'lsak, jarayonlar o'zi avtomat o'zgaryapti. Nimaga? Rangiga qarab turib, o'sha shopir olsa sariqqa, yo'lovchini olib ketadigan bo'lsa yashilga o'zgarib qoladi. Mana shopir oldi. Kim oldi? Mana qaysi shopir olganini ko'rsatib turibdi mana bu yerda. Va qancha vaqtdan beri davom etyapti bu zakaz ko'rinib turadi bizga. Xuddi shu holatda mana zakazlarimiz oynasi. Yangi buyurtma, yo'lovchi tomon ketmoqda, yo'lovchini olib ketmoqda, yo'lovchini olib ketmoqda, yo'lovchini kutmoqda mana. Bu tarixdagilar hammasi yo'lovchini kutmoqda. Olgandan keyin avtomatik yashilga aylanib qoladi bu. Xo'p, xuddi shunday buni bekor qilib yuboramiz. Mana ishonchim komil. Bekor qilganimizda dasturdan yo'qolib qoladi o'z avtomatik, mana yo'qolib qoldi.